Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz mana navbatdagi ishimizni Samarqand viloyati Tayloq rayoni Volsin ko'chasida 31-uyda juda chiroyli holatda qilib berdik. Bu ishimizni maloshniy va tilla nerjevikalarni bir-biriga kombinatsiya qilib juda chiroyli holatda qilib berganmiz. Ishchiyor baho berasizlar. Tunikalarimiz o'shanaqa lakli tunika 04 da bo'lgan, juda chiroyli holatda bo'lgan. Bu ishimizni shapka qismini 1 kvadratini 180 ming so'mdan, darvozaxona qismini 250 ming so'mdan qilib berganmiz. Juda chiroyli holatda bo'lib bitgan. Qaranglar, ish sifatini 3D fason bo'lgan, o'rtalari tilla nerjaveka, qolgani maloshniy rang, bir-biriga moslab juda kombinatsiya qilib, juda chiroyli holatda qilib berganmiz. Endi buni ancha oldin bitgan edi, endi mana syomka qilgani keldik, lekin ish o'ta go'zal, o'ta chiroyli holatda bo'lgan. Masalan, buni boshqa ranglarda ham bemalol aralashtirib qilsa bo'ladi. Rangi ko'p. Chunki maloshniyni uyda egasi yoqtirgani uchun shu rangda chiroyli holatda qilib berganmiz. Siz xohlagan rangingizda, xohlaganingizcha, xohlagan razmerda tunikafon qilib beraveramiz. Tunikafonimizni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, alkafonga o'xshab chiqqan. Bu shapka qismlari aytganimdek arzonroq chiqadi. Darvoza qismlari, ayvon qismlari qimmatroq chiqadi. Lekin mana bulari chisti gold nerjaveka, maloshniga bir-biriga moslab, passetga qilib, juda chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Ishimizni ko'rib, bir yoqtirsanglar, xudo xolasa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, qilib beramiz. Biz Andijondanmiz. Bu ishimizni o'zi Samarqandda, Tayloqda qilib tugatdik. Ishimiz juda chiroyli holatda bo'lib bitgan. Qaranglar. Bu ishimizga qarib 300 kvadratdan oshiqroq tunika ketdi. Xonadon egasiga o'sha barcha xarajat ichida 5600 dollarga bu xonadonimiz polnisi bitgan. Tarnovlarini lekin biz qo'ymaganmiz, faqat tunikafonni qildik. Lekin ishni juda chiroyli holatda qilib topshirganmiz. Qaranglar, tovlanib turishini. Mana bu o'rtadagi lampochkalar yonsa, vashi chiroyli bo'ladi. Juda holatda bo'lib bitadi. Bu yoq xonadon egasi mana. Juda chiroyli holatda bo'ldi mana. Mana. Xonadon egasi. Endi bu 04 da qilingan, o'shaning uchun juda chiroyli holatda bo'lib turibdi-da. Shu farq qilarkan dedi sizning. Keyin buni boshqa joylarda ham ko'rdimmi, keyin bildim. Xonadon egasi. Juda chiroyli holatda bo'lgan mana. Kimda kim shunaqa tunika va xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.